Barchaga assalomu alaykum. Nimaga yotib oladi bu nuqul? Xullas kalom, sizlar bilan Kaizo Sapphire 4 3-qismiga xush kelibsizlar. Azizlar, men juda ham ko'p o'ylanishlar, izlanishlar, matematika, geografiya, ona til, adabiyotdan keyin mana shu yerni uy qilib olishga qaror qildim. Qaranglar, juda ham zo'r joy. Birinchi navbatda tekis, ikkinchi navbatda bo'ldi, shu bitta plusi bor. Lekin azizlar, qaranglar, 4 tomon ochiq joylarda bemalol texnologiyalar qilsak bo'ladi. Bu yerda mollarni o'ligi yotibdi. Tushunmadim, lekin men bilan urmadim. Точно men bilan urmadim. Xo'p, qayerdadir xishnik bor. Xo'sh, kelinglar deb bo'lmasa o'yinimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda albatta bizga crafting table check kerak bo'ladi. Kimdir yuribdi-da mana shu yerlarda. Okay. Zombini ovoz kelyapti. Juda ham g'alati. Tak, bu yerlarda qo'ylarni urgan kim? Savolda. Urug'im men qo'ymadim. Tak. Odam bunaqa qo'rqitmanglar. Bu yerda yana nimalar bor men bilmaydigan. Aski portalni ko'rgandim. Xo'sh, juda ham g'alati. Mayli, chiqsa. Kelinglarda o'yinimizni bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi navbatda menga tapor kerak. Mana sen kimsan? Chota bu bo'ri menga yoqmayapti. Plus hamma qo'ylarimni o'ldirib tashlabdi. Tak, menga qo'ylar kerak. Shu ko'zlarni ko'rdinglarmi? Xerobrinni bo'risiga o'xshaydi, tavba. Xo'p, tapor yasashim kerak. Taporni nimadan yasasam? Keladi birinchi navbatda sunduq yasab olamiz. Yetmaydi deb o'ylagandim. Tak, normal. Sundugimiz bor. Ana endi narsalarimizni qo'ysak bo'ladi. Okay, birinchi navbatda men bu chota kitoblar ko'payib ketibdi. Kimdir bor deyman shu yerda. Qaranglar, mini kartada ham ko'rinyapti qanaqangidir zombi. Mayli, hozir topamiz, problema emas. Asosiysi pastga tushib, pastda kom bo'lsa kerak. U yerni yoritish kerak bo'ldi. Hammasi ham sig'ar ekan, to'ba. Deyarli. Xo'p, mayli, mana shu yerni kovlaymiz. Pastida, короче, nimadir bor deyman shu yerda. Nimadir seryozni bor. Zombi yuribdi qanaqangidir. Tek. Mana zombini ovozlari eshit. Komber ekan bu yerda. Xo'sh. Let's go, любойinga javob. Sam. Bro, hazillashdimi? Yanami? Obbo, yana xavfli. Xo'sh, izlar bu yerdan qochish kerak. Tak. Obbo, men bu brat просто dakansa kelar ekanlar-da. Let's go. Ke. Duxing yetadimi? Kaizo bilan urushgani? Sklet ham otishni boshladi meni. Adolatdan emas. Alright. Mana bu juda ham yaxshi. Xo'sh, skletchi. Okay. Men shu yerda turibdi. Ko'ryapman. Xo'p. Bizga problema o'ylab qarasam umuman kerak emas ekan. Yaxshisi asta-sekinlik bilan tepaga chiqamiz. Xo'p, uyimga qaytaman va tepadan keyin pastga tushsam bo'ladi. Asosiysi zombidan qutuldim. Skelet turaversa mayli, chiqsin, hech narsa qilmaydi. Bo'ldi. Normal. Azizlar, biz tashqaridamiz. Bitta yer kerak menga, bir donagina yer kerak, lekin pastni yoritish kerak. Pastni yoritmasak bo'lmaydi. Moblar spawn bo'lib jonga tegadi. Xo'p, ajoyib. Wow. Atrofga gap yo'q. Ranglari ham menga yoqdi, daraxtlari ham, yomon emas. Xo'p, kelinglarda bitta mana bunaqangi pechka yasab olamiz. Bo'ldi. Okay, nimani yoqib olsam bo'ladi? Mana bu yerda menimcha kitoblar bor ekan, mana bunaqangi daraxt bor ekan. Okay, yana bitta bo'lsa zo'r bo'lardi-yu, lekin afsuski yo'q ekan. Mayli, chiqsa. Hech qisi yo'q. Hozircha menga ovqat juda ham kerak, chunki ovqatim deyarli qolmadi, jonim ham kam. Kelinglarda birozgina daraxt sindiramiz. Menda bitta zo'r kitob bor, daraxtni bitta udarda sindiradigan. Hozir o'shani ham ishlatib yuboramiz. Hali zachargacha, vashita zachar qilsam bo'ladi. Obsidianim bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Yo'q ekan. Ana yerda obsidian bor, o'sha yerdan olsak bo'ladi. Vashita yomon emas. Boshlanish menga yoqdi. Men bilan yarmini qo'ysak agar ajoyib. Xo'p, mana tun ekan, nima ekan debman. Xavfli prosta juda ham xavfli. Kelinglarda tapor yasab olamiz. Olmos hozircha menga kerak. Yaxshisi temirdan yasab olsak, menimcha zo'r bo'ladi. Tek bor. Temirdan taporimiz bor. Ajoyib. Okay. Uxlab olamiz. Menga hozircha problemalar kerak emas. Hali men atrofni yoritmaganman, tak что uxlaymiz. Normal. Tanlagan joyim menga yoqdi. 4 ta Sapphire, ya'ni Sapphire hamma versiyalar ichida bu qanaqangidir noodatiy ajoyib, vashshe zo'r. Xo'p, bitta udarda uradigan kitob aniq bormi? Nakovalni yasasam bo'ladimi yoki Средней жизни, бесконечный колчан, заговор огня, эффективность. Qani? Tushunmadim. Menda unaqa kitob bor edi.
okey. Mana yo'q derak будет уничтожен. Va shu narsa bo'lsa kerak. Bilmadim, juda ham g'alati. Доступно для торговли. Okey. Mayli, hozircha nima qilmaymiz? Nima deydi, tegmaymiz. Go'sht bor edi, adashmasam mana shu yerda. Yerda yotganda boyo bo'lib ketibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi borlar yo'q mana orolimda. Bori bo'lsa ularni yoqib tashlash kerak. Moblarning hammasini yeb tashlaydi. Oppa, qanaqangidir o'simliklar. Chiroyli ekan, rostini aytsam. Chiroyli. Xo'p, orolimda hech qanaqangi xavf soladigan moblar yo'q. Bu yaxshi. Juda ham zo'r. Moblarning ko'pligini qarang. Bularni hali ko'paytirsak bo'ladi. Yo'nmas. Let's go. Xo'p. Menga как раз taxta kerak edi. Hozir birozgina taxta ishlab olamiz. Mana shuni birdaniga sindirib bo'lmaydi, mabodo. Afsuski bo'lmas ekan. Bo'lmaydi. Xo'p, boshlang'ich narsani baribir yasab olishimiz kerak. Pastda как раз kon bor ekan, konga tushsak bo'ladi. Xo'sh, ovqat. Hozircha ovqatdan boshqa muammo menimcha yo'q. Yo'q, men bilan urush niyatim ham yo'q-da. Menga ovqatni qanaqangidir allay. Sen bu yerda nima qilyapsan? Xo'p, bu malishka menga do'st, dushman emas. Men senga bitta taxta beraman. Ortimdan ketirsang bo'ldi. Ke. Da kelyapti, yaxshi. Qanaqasiga sen spawn bo'lding? Wow, vashi zo'r. Xo'p, skelet hali ham turibdi pastda. Menga ovqat kerak. Ketdik, ana bu adskiy portaliga borib ko'ramiz. Qani nimasi bor ekan? O'zi bilmadim. Obsidianimizga kerak. Hozircha zachar yasash uchun yoshitda nakovalli topsak ham yomon bo'lmaydi. Ehtiyotkorlik bilan. Okey. Wow, vashi katta-yu. Xo'p, как раз menda bilasizlar nima bor? Men buni o'chiraylik. Как раз menda nima deydi? Olmos bor, bemalol kirga yasasam bo'ladi va obsidianlarni olsak bo'ladi. Xullas kalom zachar yasashimiz mumkin. Tek, hamma yonib ketdi to'g'ri. Va lava ham bor ekan bu yerda. Yaxshi, yomon emas. Okey, nimasi bor? Bu nima bu? Cognitive flux. Xo'p, oyoq kiyimlar qanaqangidir. Okey, chest plate, oltin, temir bo'lakchalari, ikkita jemchug, normalniy bu menda bor ekan. Oppa, buni kiyib olamiz. Bro, ketdik. Let's go. Xo'p, qaytamiz uyimizga qaytamiz. Mana bu daraxt qaranglar kattaligini. Wow, просто wow. Xo'p, let's go. Ajoyib. Xo'sh, lekin ovqat muammosi hali ham aktual. Ovqat muammosini hal qilish kerak. O'zi men bundan nima qilsa bo'ladi, ko'ramiz. Okey, bundan mana bunaqangi amalgam. Nima u amalgam? Yo'qsa amalgam berar ekan. Oppa. Bu yerda qanaqangidir metamorfer ham bor ekan. Wow. Slitga yasasa bo'lar ekan bundan. Xo'p, bundan-chi metamorfer o'zini yasa, molekulyar metamorfer. Xo'sh, menimcha bu juda ham zo'r narsa bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Mayli, hammasini pishirishga qo'yamiz. Menda как раз mana bunaqangi yashil. Tez pishar ekan. Wow. Yonmas, ko'k daraxtlar bor. Xo'p, birozgina daraxt chopish kerak. Menimcha, yerda shu yerdan chopamiz. Biz oralo hech kim bizga gapirmaydi. Tepaga chiqamiz va yana ekamiz nasib bo'lsa. Xullas kelam shunaqa qilib ko'paytirsak bo'ladi. Hozircha rangga qarab o'tirmaymiz. Asosiysi craftlarimizda qanaqasiga tushib ketdi. Salomating mabodo? Yo'q, menimcha bo'lmadi. Tek. Xo'p, menga hozircha nima kerak? Nima deydi? Nakovalni kerak. Birinchi navbatda zacharlarimni qo'llashim uchun. Shuni tepasiga chiqib, ana endi yetadi. Menimcha 1 2 3 4 5 6 7 mayli. Bo'ladi. Allay qanaqa qilib spawn bo'ldi bilmadim-ku, lekin menga yoqdi. Помощникcha. Xo'sh, va yana bor eng qizig'i. Mayli, qo'yamiz. Let's go. Yana bormi? Yo tova, slishkim ko'p u. Judayam ko'p ekan. Menimcha oxirgisi shu ekan. Mayli, kutamiz, sajensini beradi, yana qo'yamiz nasib bo'lsa. Xo'p, hozircha bazamiz minimalni bor. Ana endi menga bazani yoritib chiqish kerak, moblar spam bo'lmasligi uchun. Mana sajens berdi. Yaxshi. Qanaqangidir ovozda kelyapti-da, bu ba'zida qo'rqinchli, juda ham qo'rqinchli. Tak. Xo'p, bazani yoritib chiqish kerak. Buning uchun esa konga kirish kerak. Konda esa bizani skelet kutib turibdi. Qo'rqadigan joyim yo'q, lekin ehtiyot bo'lsak o'zimizga yaxshi. Tak, kelinglarda kirka yasab olamiz. Olmosdan. Wow, olmosdan kirkam bor. Mana bu narsadan qo'ysak bo'ladi va chest kerak. Menga sunduq kerak, iloji boricha ko'proq hozircha.
Hali sistema yasaymiz nasib bo'lsa, lekin ungacha hali ancha bor menimcha. 1 2 bo'ladi. Va mana bilan hammasini qo'yib chiqamiz. Invertor TVRX yo'q ekan, birozgina qiyin bo'ladi, lekin mayli. Mayli chiqsa, hammasini qo'yamiz va eng kerakli narsalarni olamiz. Albatta, topor, qilich, kirka, mana bu kirka ham, lopatka, ovqat kerak. Mana shuni ovqat sifatida olib ketsak bo'ladi. Okey, mana ikkita ovqatimiz ham bor ekan. Menimcha bo'ldi. Bo'ldi. Men bu yerdan konga kirib ketamiz. Xudo xolasa. Okey. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bitta skelet meni kutib o'tiribdi mana bu yerda. Brokolis, tushunmadim. Despawn bo'lib ketdim. Bu nima bola? Sen kirdingmi shu yergacha? Yomon emas. Menga qakras ko'mir kerak edi. Mana men ko'mir topib oldim. Xo'p, bundan olamizda bazamizni maksimal darajada yoritib tashlaymiz. Maksimal darajada. Tak, udachasi yo'q, tak что mana shu bilan uraveramiz hozircha. Taxtdan olib kelmabman deb harakat. Mayli, chiqsa yo'q. Lekin azizlar, bitta yomon tomoni ham bor. Bizda dynamic lights ham yo'q va nima deydi? Optifine ham yo'q. Bu degani agar qo'limizda fakel tutsak ham baribir yorug' qilmaydi. Bu biroz yomon. Lekin qo'yib chiqsak bo'ladi. Xo'p, qanaqangidir ruda, olova va stal, po'lat. Po'lat azizlar. Po'latni bunaqa qilib olish mumkinligini bilmagandim. Xo'p, tin bizga kerak emas. Osmium kerak, iloji boricha olova bu ham. Yo'q, bu yerda joy ham bor ekan kiradigan. Yomon emas. Birachga kelaver. Xo'p, bu yerda nima? Inferievna ruda. Juda ham g'alati. Tin va mis. Bu yer bo'lmaydi. Bizga chuqurroq kon kerak. Mayli, chiqsa yo'q. Bu yerdan chiqamiz. Shu yerda chiqadigan joy bor o'zini. Shu yerdan chiqib ketamiz. Hozircha mayli bizda ko'mir bor asosiysi. Men bu yerdan chiqib ketsak bo'lar ekan. Hali yana bu yerni kattalashtiramiz, nasib bo'lsa, katta shaxta qilib tashlaymiz. Tak, daraxtlar o'sib chiqdi. Yomon emas. Ana u yerdagi daraxtlardan ekan, kichkina varianti. Matak bo'ladi, chidasi bo'ladi. Xo'p, let's go. Menga cho'p kerak. Bu yerda bor edi va daraxtlarim qani? Mana daraxtlarim shu yerda ekan. Hammasini cho'p qilib yuboramiz. Tik bo'ladi. 56 ta bizda nima deydi? Fakel bor. Xo'p, ana endi xaotik tarzda, ya'ni turli xil joylarga qo'yib chiqamiz. Asosiysi moblar spawnini to'xtatish, ya'ni monsterlar spawnini to'xtatish. Orolimiz birozgina katta, lekin hamma joy yoritib chiqishimiz kerak. Nimagadir bo'ldi. Ovqat tugabdi. Moblarim o'lishini xohlamayman. Men hozir bularga pshenitsa keltiraman va tovuqlarni ham ko'paytirsak bo'ladi. Короче, men bu yerga visholi ferma qilib tashlayman. Tak, bundan olsak bo'ladimi yo'qmi? Tovuqlarni iloji boricha tezroq ko'paytirish kerak. Let's go. Bir donaginada hozir, uzrda hozir. Bilaman. Oppa, mana 3 ta bo'ldi, yana bitta. Bo'ladi. Adashmasam, hozirgacha men 4 ta tovuq ko'rdim. Tik, bu yoqgacha. Kachuga berdi yana. Qanisan? Unaqa. Bittasini topsam, ikkinchisi topilmaydi. Brat, bu yoqqa keling. Tak, bratmisiz, singlimisiz? Короче, bittang singlimda sen. Tak, normalni. Yana tovuq ko'rgandim, qayerdadir. Tovuq. Bo'ri bo'lmasa bo'ldi, asosiysi bo'ri hamma narsani yeb tashlaydi. Просто tak. Bilmadim yana bormi yo'qmi. Oppa, kartada nimadir ko'rinyapti. Otni oldida, ya'ni yo'q. Shoshmaydi. Nima bu? Otni o'zim yoki rangi boshqacharoq. Tak, mana shu yerda nimadir bor-da. Xo'p, mini kartaga yuzlanamiz. Men turgan joyda mana. Nimasan? Okey, nima bu? Vidra ekan. O'zi vidra deb o'ylagandim. Tak. Bu nimalarga tegmasa bo'ldi, moblarga tegmasa bo'ldi. Go'shtxo'r hayvon hisoblanadi u ham, adashmasam. Tak, normalni. Okay, let's go. Yana bitta topdim. Tovuq boshqa yo'qmi? Yana bitta bo'lsa boshqa zo'r bo'lardi-da. Nima ham qilardik endi? Qanisan o tovuq? Tovuqvacha bu yoqqa. Sherik, qani endi buni? Mayli, hech qisi yo'q. O'ziga beramiz. Katta bo'lsang bo'ldi. Qanisan? Qani bu? Yo'q bo'lib ketdi просто tak. Mana senga. Xo'p, agar oldimdan shu ke. Mana. Va bo'ldi. Agar oldimdan bug'doy chiqsa juda ham zo'r bo'lardi, lekin hozircha bug'doy degan narsa umuman yo'q.
yomg'ir yog'ish boshladi. Juda ko'p yomg'ir yog'ar ekan. Lekin mayli, bir tomondan yaxshi. Uxlaymiz. Uni qaylar blok ko'tarib yurdi hali ham. Qo'liga hajab olmos berib qo'yish kerak. Mayli. Shoshma, men senga normalroq narsa beraman. O'zi nima bersam bo'ladi? Noodatiy bitta narsa berish kerak. Chestplate ko'tarib yurma. Bu yoqqa berchi. Yo, buni bilmadim. Yechmasdan qanaqa bu yoqqa. Men senga beraman. Shoshma. Qanisan? Bolakayman. Hop, bo'ldi tamom. Zombi. Yana mana bu yerda pastdan spam bo'lyapti. Bu palakatlar. Hop, hozir spam bo'ladigan joyini yopib ovqat. Mayli, zombining terisini yeymiz hozircha. Mana bu narsa ham bormi bu yerda? Bu juda ham yomon azizlar. Juda ham yomon. Hozir kim qanaqangi narsalar spam bo'lishi boshlaydi albatta. Bu juda ham yomon. Oy. Bunaqa narsa borligini bilmagandim, rostini aytaman, dangal gap aytaman. Mayli, effekti qancha? 1 minut. Seriozniy, ko'p вообще 1 minut. Obbo. Ke palakat. Men bu nimani urmasam bo'ldi asosiysi. Qancha? 1 minut 30 sekund. Menga chig'anoq berdi. Adashmasam buni pishirib yeyish kerak. Chig'anoq emas ekan. Yo, xavfli joy. Uni qaranglar, juda ham ko'p spam bo'lar ekan. Bo'ldi, boshqa zombining terisini yemayman hayotda. 114. Kutamiz. Kutamiz. Daraxtga endi chopish qiyin bo'ladi deyman shu narsani. Men bilardim, oddiyroq daraxt ekish kerak edi. Juda ham oddiy daraxt ekish kerak. Tegakgacha cho'plar. Yana spam bo'ldi. Jonga tegdi inson, bilasanmi? Juda ham jonga tegdi. Bu oyoq kiyim qanaqasiga bu menga oyoq kiyim berdi? G'alati emasmi? Super kiyim yaratgan. Bu yana atralini bermaydimi? Tak. Yeyishim kerak. Men yemasam bo'lmaydi. Men spam bo'ldi. Obbo. Yemasam bo'lmaydi. Jonim juda ham kam qolgan. Bittasi meni kutib turgan ekan pastda hatto. Hop. Let's go. Bor. Yo. Bularni vashita sindirish kerak. Xavfli. Okay. Qornim to'ysa bo'ldi. Bo'ladi. Keyin endi yana spam bo'ldi. Ke o'zbi. Sen nariroq tur, o'lasan hozir, jinni. Va 15 sekund. Bo'ldi, 15 sekund chidab bersak, bo'ladi. Let's go. Yana effekt bermaysanmi bo'ldi? Ajoyib. Va 7 6 5 4 3 2 spam bo'lishga ulgurdi. Uni qara, urishga ham ulgurdi bu. Sen allay nariroq qoch, o'lib ketasan prosta. Xo'p, azizlar, bo'ladi, yomon emas. Menga resurs kerak edi. Tenten portlatamizmi? Lekin ko'pga ketmaydi. Men shunisi yomon-da. Pastga tushamiz. Skelet, ya'ni zombiymi? Koko. Ko'rinmayapti. Yaxshi. Hech kim yo'q. Bu yerga bitta qo'yamiz, bo'ldi, o'zimga qolmadi endi. Xo'p, qayerda portlatsam bo'ladi? Savol. Juda ham allay nariroq qoch. Mana shu yerda portlatamizmi? Bilmadim. Nachorlik ketadi, lekin portlatib ko'ramiz. Bizdan nima ketdi? Hozircha 2 yetadi. Qanaqa qilibman? Bo'ldi. Qolganini richay bilan qilsak bo'ladi. Xo'p, qochishga tayyor turishing kerak. Qanisan u? Qoch. Uni qaranglar. Jinni yo'na turali. Richay olamiz. Brat, keling. Qanasan, ke. Malades. Chiq, u yerdan chiq. O'lib ketasan prosta tak. Qo'yamiz va aktivatsiya qoch. Unchalik emas. Prosta qoch. Nimadir ochiladimi yo'q bilmadim, lekin maksimum darajada pastga tushib, right. Oppa, kon ochildi. Yomon emas, bu yerda ham kon bor ekan. Yaxshi. Bitta konni 2ta qilib oldik. Hech kim yo'qmi? Assalomu alaykum. Ko'rsha balay ekan. Xo'p. Zombi bolachasi kelyapti. Qanaqa qochaman bundan? Okay. To'g'ri, qo'rqinchli narsa emas, lekin baribir odam qo'rqadi-da. Ehtiyot bo'lish kerak bunaqangi moblardan. Xo'p, hozircha kelinglar deb mana shu yerda bor rudalarni o'zini olamiz, sana undan keyin pastga tushsak bo'ladi. Style. Po'lat juda ham zo'r. Nimalar craft qilib bo'ladi bilmadim-ku, lekin menimcha asqotadigan narsalardan biri. Yana tepada qanaqangidir rudalar bor edi. Xo'sh, mana bundan boshlaymiz. Tin, yomon emas, ya'ni olivani o'zi. Mana bu yerda ham bor ekan. Slot. Slot nima yetadi? Prosta uzoqroqda ekan.
Tak. Bu yerda ham bor, o'zi bilasizlarmi? Mexanizm asosini temir tashkil etadi. Temir olish kerak. Temir, iloji boricha ko'proq temir olish kerak. Lekin suv Obbo, suvlikonlar bormi bu yerda hali? Men bunisi lekin unchalik yaxshi emas. Suvlikon bo'lishi birozgina g'alati-da. Xo'p, jim turchi. Tik. Yo'q, qochamiz. Xo'p, bu yerda suvlikonlar bor ekan. Bu umuman yaxshi emas. Menga yoqmaydi suvlikonlar. Tем более uyumi pastda, вообще yomon-da, вообще yomon. Xo'p, chiqamiz. Mayli, chiqsiyo, bu tomonlarda hammasi normal, asosiysi men bilan ham olamiz. Ko'proq resurs olish kerak. Hozir boshida slishkim ko'p resurs ketadi, lekin asosiysi baribir ham temir. Temir uchun bilmadim nima qilamiz hozircha. Yana chetroqda bu qanaqa yer? Rocky Dirt. Nimasi bor bilmadim. Kumush. Wow, kumush topib oldim. Normalniy. Xo'p, tepaga chiqamiz. Okey. Atrofni yana bitta ko'zdan kechirish kerak. Agar qanaqadir kon bo'lsa, o'sha zo'r bo'ladi. Nima deysan? Tushunmadim. Ipak qurtimi yana? Yo'q, ipak qurti. Okey, yomon emas. O'sha yerdan o'tib olib, o'xshamadi. Mayli, chiqsiyo. Kelinglarda, bu yerda lava bor edi, bilaman. Kelinglarda birozgina chetga borib, mana shu yerlardan, nimadir bor, o'rgimchak nima balo. Mana shu yerlardan kon qidirib ko'ramiz. Ovqat menga kerak edi. Ovqat yo'q narsalardan biri bu yoqqa. Hammasini yeb bordim, prosta hammasini yeb bordim. Tik. Ajoyib. Xo'p, lili gullari. Men bu yerlarda kon yo'q, mabodo. Oppa, topib oldim. Kon topib oldim. Yaxshi. Umid qilamanki, bu konning kelajagi bor. Ya'ni, kelajagi yo'q degan. Mayli. Kimsan? Qanaqangidir mop ovozi. Nima bo'lib ketganman? Qo'rqoq bo'lib ketganman, lekin bunchalik ham yaxshi emas. Kayzo. Xarablik bo'lish kerak. Qanaqa chiqaman bu yerdan? Bo'ldi, chiqdim. Xo'p, menga resurs kerak. O'tlardan tayyoryapman. Men hozir tushunmadim. Menga iloji boricha ko'proq resurs kerak. Tik. Normal joyga o'tib olamiz. Bu biyom chiroyli, lekin mana shu o'tlari bir tinga qimmat-da mana shu biyom. Xo'p. O'rmon. Bu yerdan vashita taxta olsak bo'ladi. Normalniy. Lekin taxtani sindirish birozgina qiyin-da. Allay qarang, shu yergacha keldi ortimdan. Mayli. Mana buni joni tugasa olamiz qo'lidan. Hozircha ko'tarib yursin. Tik. Buni qo'liga bilasizlar nima berish kerak? Backpack berish kerak. Backpack yasash kerak. To'ldirish kerak rudalarga, keyin qo'liga berish kerak. Yana yerda nimadir bor. Keyin qo'liga berish kerak. Juda ham zo'r bo'ladi. Tekin nima deydi? Ko'tarib yuruvchi ortiylardan. Xo'p, okeanga chiqadigan yo'lni uncha okean emas-u, lekin okeanga o'xshab ketar ekan. Xo'sh, nimaga bu yerda konlar yo'q? O'yinni boshidan beri birinchi qismda men juda ham ko'p konlarni ko'rdim, lekin nimagadir uyim yaqinda yo'q ekan. Tik. Kartaga yuzlanamizmi? Kartada mo'lcha topsa, come on. Kimdir meni quvlayapti yoki qarab o'tiribdi. Bilmadim. Okey, ana nima? O't ekan. Xo'p, men qayerdaman? Men mana shu yerdaman. Bu yerda qayerdadir kon bormi yo'qmi? Mana bu yer ochiq joy ekan, shu yerda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda kanyon bor, qanaqangidir borib ko'ramiz albatta. Tog' Kim ovozi bu? Sanimi? Kichkintoy odamni qo'rqitma. Ovqatim qolmadi. Birozgina tarjima olamiz. Tak, azizlar, xavfli moment, chunki men uyimdan ancha uzoqdaman, kravatim yo'q. Odamsan, qo'rqma bunaqa ovozlaring bilan. Qo'rqma. O'lmasak tirik qolamiz. Xo'p, let's go. Men bu yerda neft bor ekan, yaxshi, juda ham zo'r. Ana bu yerda yanami? Adashmasam yana bo'lishi kerak. Yo'q, daraxt ekan shunaqa. Okey, normalniy oxirida. Xo'p, men ko'rgan joy mana shu yerda bo'lishi kerak. Nimani ko'rdim men xaritadan? Tak. Prosta tak o'yoq joy ekan bo'ldi. Mayli, chiqsiyo. Atrof ko'zdan kechirish kerak, chunki uyim oldi bu yer. Okey. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q.
Sen odam qo'rqitar ekansan rostdan ham bor-ku. Juda ham qo'rqitar ekansan. Okey. Ana u daraxt, ya'ni daraxt deb tog' ustida ham, daraxt ustida. Tog' ustida ham normalniy bitta kanyon bor edi. O'shani oldiga o'tsak, menimcha yomon bo'lmaydi. Mana shularni yomon ko'raman, juda ham yomon ko'raman. Hali keladi, hammasini kesib tashlaymiz albatta. Arvoh spam bo'ldi. Просто так на ровном месте. To'ba. Тоже meni. Bor nariyoqqa. Okey. Nima menga 4 ta qo'shimcha jon beryapti savol. Sen meni o'rnimdan meni uryapsanmi? Серьезно? Серьезно? Buyoqgacha. Zo'rmisan? Okey, menimcha zo'r. Kim urding sen hozir? Sen hozir kim urding? Ot turdimi? Okey. Yana sen buyoqqa urishini qaranglar uni. To'g'ri. To'xtamas. Sen egizakmisan nima balo? Nasanga. Allay. Oyog'imdan qoch. Oyog'imdan deb oyog'im ostidan qochdim o'xshadim. Okey. Let's go. Xo'p, uxlab olish kerak. Sizlar uxlamasak bo'lmaydi. Okey, ajoyib. Hozircha hech qanaqangi xavf yo'q, lekin orolda juda ham ko'p joyni hali yoritish kerak ekan. Tushunarli. Eng qizig'i men bu yerdan spam bo'ldi, skelet. Bu yerda fakil bor. Qanaqa spam bo'ldi? Mana shu yerdan spam bo'lgan. Har bir bilmadim, kvadratni santimetrgami, kvadratni metrgami nima qo'yib chiqish kerak, nima deydi? Fakil qo'yib chiqish kerak. Bro. Deyarli o'rgan ekan, mayli. Butonga o'tib ko'ramiz. Endi, okey, narigi tomonga borib ko'rdik. Super narsalar yo'q. Mana shu nima? Buni sindirib bo'lmaydi, eng qizig'i. Qaranglar, qanaqa kirka bilan uryapman. Foydasi yo'q. Xo'p, bu tomonda nimalar bor ekan? Tulki ko'ryapman. Meni ko'rib qochib ketdi. Bu yoqqa ushlab olaman. Ushlab olmayman. Xo'p, o'rmon davom etadi. Havoda nimadir anina uchib yuribdi. Kim bu, nima bu? Oppa, mana bunaqangi rudalarni topib oldim. Shularda temir bormi, yo'qmi? Temir bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Slot qolmadimi menda? Mayli, chiqishyo. Uyimizga bo'lmasa qaytamiz. Xo'p, narigi tomonni bir ko'raylikchi, nima bor ekan. Yana ovqatim qolmadi mana. Juda ham ovqat ko'p ketyapti. Kalorini narsa olish kerak. Bu albatta go'sht. Mayli, kelajakda topib olamiz nasib bo'lsa go'shtlarni ham. Let's go. Normalniy ketadi hozir. Chiqsiyo. Okey. Oppa, let's go. Tushunishim bo'yicha Magic o'rmon davom etadi. Lekin yomon emas. Lokatsiyalarga 5, biram 5. Xo'p, qayerdaman? Nafasim yetadi, umid qilamanki. Men bu yerdan tekis ekan, lekin nima? Kanyon. Lekin qarochi hamma joyda barg o'sganda bo'lmaydi. Kanyon topib oldim azizlar. Kanyon bu juda ham zo'r. Tek. Va yana bilasizlarmi, bu sapfirda bitta ruda bor. Random rudasi. U absolutniy random berar ekan. Microlex etdi, ko'rsatdi ham menga. Xullas kalam o'yinda bor barcha narsani berishi mumkin. Texnologiyalarni berishi mumkin yoki boshqa narsalarni berishi mumkin. Umuman yasash nerealniy qiyin bo'ladigan narsalarni ham berishi mumkin ekan. Juda ham qiziq bo'ladi agar topib olsam agar. Tak, bizning kanyon mana shu yerda. Kim? Ot. Xavfli. Quyon. Ba'zida mana kanyon topib oldim. Tosh, temir. Wow, normali. Mana shu odam qo'rqityapti, bor-ku. Bog'lab qo'yamiz mana biron joyga. Normali bog'lab qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Pillagerlar o'zi bularni bog'lab qo'yadi. Tek. Let's go. Ularni ham shunaqa qo'rqitsa kerak-da. Sen tarakan qayerdan paydo bo'lding? Ay, og'irdi. Let's go. Suvga kirib olamiz. Yaxshi. Xo'p. Tarakanlarni qaranglar. Shunda kansa kelasan, suv qaranglar. Joni ketsa ham suvga kiryapti. Toba. Kayzon deb o'lib ketdi ana yerda. Jinni ekan, naturalniy jinni ekan rostini aytsam. Ularning o'zini altari bor, bitta yonayotgan, o'shandan spam bo'ladi. Bu modni ko'rganman bundan oldin. Menimcha apoteozisi nimalari bo'lsa kerak mana shuda. Yana bilmadim. Chunki sapfir 2 da ham bor edi, 3 da ham bor edi. Let's go. Bo'ladi. Ajoyib. Agar o'rganib olsanglar mazza qilar ekansizlar. Xo'p, uyim meni adashmasam mana shu yerda. Qaranglar, mana uyimni kartada bittada bilinib turadi-da.
chotki joyligi. Bilasizlarmi nima qilamiz? Kelinglarda yaxshisi bitta crafting table bo'lish kerak bu yerda adashmasam. Kelinglarda yaxshisi bitta backpack yasaymiz, shunda hammasi zo'r bo'ladi menimcha. Backpack yasash uchun taxta yo'nmadi. Nahotki taxta bo'lmasa, karnivoy derevo, xo'p, bunda nima qilsa bo'ladi? Oppa, taxtalar. Yaxshi, yomon emas. Yomon emas. Xo'sh, crafting table'imiz bor. Endi bu yerni ta'mirlab qo'ysak, menimcha insofdan bo'ladi. Umuman creeperlarni shunaqangi yomon ko'raman. Bitta golem quramiz nima kelajak. Chiq, o'lib ketasan, jinni. Havo yetmaydi u yerda. Tik. Minecraft bilasizlar, birinchi versiyasini olganda, birinchi versiyasi necha edi? 1.5.2 adashmasam. O'sha vaqt menga bitta skelet hujum qilgandi. Nima qilishni bilmasdan ko'mib qo'ygan. Birinchi o'yinga kirgan vaqtim nima qilishni bilmasdan xullas ko'mib qo'ygandi. Haligacha eslasam kulgim keladi. Yana men kreativ dedim, bilasam, hujum ham qilmagandi. Prosta kelib mana shunday tikilib o'tiribdi basharamga. Mana shunday tikilib o'tiribdi-da bashar, mana shunday. Meni bo'yim kattaroq edi, uchib turardim o'sha vaqt. Tikilib o'tiribdi. Bir arqamdan yurganday bo'ldi-da, keyin ko'mib qo'ydim. Mana shunday ko'zchalari bilan menga qarab qoldi bechora. Mayli. Keyin oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin vijdonim qiynalib, ana u ko'mgan joyim borib ochsam skelet yo'q. O'ldirib qo'ydim deb qancha xijolat bo'lib yurgandim, bilasizlarmi? Tavba. Yoshlikda, adashmasam 2014-yilmidi? 14-yil edi aniq. 14-yil edi. O'sha vaqt bilasizlarmi, oddiy kompyuterim bor edi, juda ham oddiy. Adashmasam Athlon, ya'ni juda ham sekin kompyuterim bor edi, lekin o'sha Minecraft tortardi-da, eng qizig'i. Minecraft ilgari bilasizlarmi, ko'p nima talab qilmasdi. Xo'p, bo'lmasa gaplashib qoldik, kelinglarda ryukzak. Oppa, backpacklar bor ekan. Bu juda ham o't so'rayapti, tavba. Xo'p, mayli, plus qilib qo'yamiz. Mana bor. Let's go. O'zi bizga nima kerak? Sumduk kerak, 4 ta ip kerak va koja kerak. Xo'sh, sumduk uchun menda mana bunaqangi taxtalar bor. Kelinglarda birdaniga nechta slotim bor bilmadim. 3 ta backpack yasab olamiz. Xo'p, ip kerak menga. Ip qayerdan topamiz? Ipni, okey. Qani bitta ko'raylikchi, qayerdan olsa bo'ladi ipni. Tak, mana bu berar ekan, mana buni 3 ta qo'ysa berar ekan. Dal shu menimcha qiyin craftda ketadi. O'rgimchak ko'rsatgan. Mana shu beradi, bratan, точно beradi. Okey, mana bu ham berar ekan, ipni bu kimi boshini bilmadim. Okey, mushuk ipi, da. Mushuklarni o'ldirmaganman deyarli, ko'rgandim yoki o'qigandim, ip beradi deb. Hop, bu beradi. Okey, bu qanaqangidir aerozayets. Menimcha uchadigan quyonda. Kimsan? Kim bu? Voy, odam qo'rqityapti shu yerda turib. Xo'p, kichkinagina pavuk milish, kichkinagina pavukcha berar ekan. Keyin buni bilaman berishini bo'ldi. Okey. Teridan olib berar ekan, drabitel. O'shada drabitel yasasa ham bo'ladi. Mexanizmi uncha qiyin bo'lmasligi kerak, hozir ko'ramiz. O'zi ham qiyin emas. No, vashita men bilan yasasa bo'ladi. Mana buni uni yasash qanaqa? Osmiyu bo'ldi. Mayli, hozircha unga bormaymiz. Bizga oddiy ip kerak. Shuning uchun konga kiramiz. Menimcha konga kirsak adolatdan bo'ladi. Tak, o'tgan safar nimalardir bo'lib ketgandi. Okey. Bu safar yorug'lik yana yo'q-da. Palaka qayerdan topaman yorug'ligi? Savolda, qayerdan? Koshkeda nima bersan? Kim ovozi bu? Qoldan bunaqa qo'rqitmanglar. Okey. Jonga tegding, kim bo'lsang ham bor-ku. Okey. Hozircha menga azizlar temir kerak va o'rgimchak kerak. Okey. Temir texnologiya yasash uchun kerak. Kimsan? Okey. Ko'rsapali. No, shu yerda yomon emas. Yana bitta kon topib oldim. Tushunarli. Men aytdim, kim ovoz qilyapti? Ana u ko'rsapalilarning otasi qilayotgan ekan. Tak, hozircha bu yerdan chiqamiz. Bitta blokdan o'tolmaydigan umiddaman. Konlar juda ham xavfli ekan va unchalik ham ko'rinmayapti. Menda hech narsa. Tak, menga bitta yorug'lik manbai kerak. Dynamic lights olamizmi bitta? Xo'p, kelinglarda sapfir mana shu yerdan bitta pauza qilib dynamic lights olishim kerak. Microlix olmaganiga hayronman-da, prosta tepaga chiqib olamiz. Tak, bu yerda ham yo'l bor. Mis, sen nimasan? O'zi bilasizlarmi, mining qilish uchun u tog'ga borish kerak. Tog'da juda ham ko'p rudalar bor. Juda ham nihoyatda ko'p. Tik. O'sha yerga tezna qo'yasiz, menimcha yomon bo'lmaydi. Bo'ldi, ajoyib. Okey.
Oh, lapis lazuli chiqdi. Shoshmanglar, bu bunaqangi balandlikda bo'ladimi? Uchrashini bilmagandim rostini aytsam. Tak, bunaqa blok bilaman. Ko'mir hozircha kerak emas, ko'mir ko'payib ketdi. Temir prosta yo'q temir. Tavba. Minecraft asosi bo'lgan narsa qo'rg'oshin. Yaxshi, yomon emas. Yo'q prosta temir. Tavba. Rich blokim nechta bilmadim, lekin ancha uzoqdan sindirar ekan, juda ham rudan ustiga qo'yganim qaranglar. Bu yoqqa. Bu ham ruda menimcha. Tak. Chiqamiz. Bu yerdagi hamma rudalarni tekislab tashladim. Короче, ruda qolmadi bu yerda. Mana shu yerdan chiqib ketsak, bu yana kech bo'lganmi? Okey. Allay tepada qoldi. Qanaqa qilibdir ortimdan kirmadi. Короче, ana magiya kelgan. Tak. Menga problema hozircha kerak emas. Sakrashim ham balandroq bo'ldimi menimcha? Menimcha balandroq bo'ldi. Let's go turib olamiz. Qarasan, ana yerda skrit yonishib boshladi. Normal. Xo'p, yaxshisi bilasizlarmi? O'sha nimani oldiga boramiz, nima deydi? Tog' oldiga. Yo'q, shuncha joy borish ham prosta g'alati-da. Xo'p, xaritaga yuzlanamiz. Qayerda? Men ko'rgan tog' mana bu yerda. Qaranglar qancha yurish kerak. Oho, mana bu sehrli o'rmondan o'tib, mana u 3 metrli o'tlardan o'tish kerak ancha. Ana undan keyin keladi. Bitta minora bor ekan, bitta meteorit bor ekan. Meteoritlarni endi ochishni boshlaymiz, chunki menga mayli, journeyga ketsak bo'ladi, lekin undan oldin menga bitta mod kerak. Azizlar, hozir men bitta mod yuklab sapfirga qo'yib ko'raman. Xo'p, umid qilamanki ishlaydi. Cho'tta uzoq ketdi загрузкasi ham. Okey, sovet qaranglar. Лёгкий путь не всегда самый захватывающий. Oppa, azizlar, sapfirga kirdi. Bu yaxshi. Prosta modlar juda ham ko'payib ketdi-da. Okey, kimsan? Xo'sh, meni torchim bo'lish kerak. Ishlatib ko'ramiz. Let's go. Mana shu yerga kirsak agar. Okey. Opa. Normalniy tegdi rostini aytsam. Azizlar, dynamic lightimiz bor. Sapphire 4 versiyasini kimga tashlab bergan bo'lsam, dynamic lights olinglar bitta. Oddiy 1.21 Neoforge olsanglar ishlaydi. Короче, bu bilan yaxshi-da azizlar. Bu bilan yaxshi. Kimlarga berganim Sapphire 4? Eric Jones, tak. Forder, Blake, yana bitta odam so'ragandi-da, короче, o'shanga ham bergandim. Agar shu videoni ko'rsa, iloji bo'lsa, mana shunaqa narsa olinglar. Va azizlar, Sapphire 4 sizlarga ham tashlab beraman yaqinda. Hozircha biz o'ylayapmiz, yana nimani qo'shsak bo'ladi, yana nimani ayirsak bo'ladi. Xullas kalom, ba'zi bir kichik o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Umuman olganda biz resource pack qo'shmoqchi edik, grafikani o'zgartirish uchun. U ham bo'ladi nasib bo'lsa. Короче, zombi yuribdi mana shu yerda. U ham bo'ladi nasib bo'lsa. Lekin mana dynamic lights bilan qaranglar, hamma narsa ko'rinyapti. Men buni tashlab ketgan ekanman, eng qizig'i. Tek. Bu yerga tushmaymiz. Bu yerda monster bor. Temirmi? Tapaz ekan. Temir deb o'ylabman. Oppa, mana temirni topib oldim. Xo'p, bu yerlar serios joylar ekan, rostdan. Serios joylar ekan. Tek, anchagina chuqur. O'rgimchak topsam bo'ldi asosiysi. Let's go. Men hali tog'ga bormoqchi edim. Mining qilaman deb, qaranglar, temir topganim qanchaligini. Wow, 8 ta temir topdim. 8 ta. Ovqat jonim kam ekan. 3,5 ta bor yo'q. Agar kimdir hujum qilsa ham bo'ldi-da. Tak bo'ldi. Normal. Tarvuz yeyapman, tavba. Hali mollarim ko'paysin. Faqat go'sht yeymiz. Tapas, yana tapas. Tapas olmosga o'xshaydi, tavba. Juda ham chiroyli. Ko'ramiz tapas yordamida. Qanaqa kirding sen? Abbo, ortimdan sakraganda. Ba'zida men shuni chalg'itib o'zim kirib ketib bilaman. Ba'zida bo'lmaydi. Buni prosta bu yerda qolib ketmasin deyman-da. Bilasizlar-ku. Bu kichkina bo'lsa qolib ketishi mumkin. Okey, pastda kimdir meni surpriz deb kutib olmaydimi sakrasam agar? Okey. Normalniy. Xo'p, sen nimasan? Va nihoyat o'smi topdim men. Va nihoyat branga yasab olaman, brokolis. Qanaqasiga? Qochsan, o'lasan-ku jinni. Uni qaranglar. Blok tagida qolib ketardi hali. Abbo, qulflab qo'yaman dema shuni. Shuni точно qulflab qo'yaman. Okey. Birozgina mana bu stalni olamiz va temirni olamiz. Tek. Bloklarning tagida qolib ketardi yoki qilich tagida qolib ketardi hozir shu. Bilasizlarmi? Qaylar. Mayli shirintoy yursang bo'ladi. Okey, lekin qanaqa qilib spam bo'ldi bilmadim. Menimcha Magic o'rmonu shunga spam bo'lgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. 50 kelikda, короче. Tak, ovqat cho'ta barakasiz qaranglar. Yeyman, lekin unchalik ham foyda bermaydi.
Zombiga hayron qoldim-da. Nechta blokdan hozir meni urdi, ko'rdinglarmi? Qo'lingizning go'rda boshlaydi. Okay. Okay, yo, unaqa emas. Tek. San nima? Alyuminium. Hoppa, alyuminiumga ham yetib keldik mana. Okay. Sanmi mana shu jonga tegdi mana shu ovozi. Otda ovoziga o'xshaydi ovozi, lekin qo'rqinchliroqdek. Короче, oltin ham olamiz. Rudalan ko'pligini qaranglar. Backpack yaqinda yasayman nasib bo'lsa, tak, alyuminium yana olamiz. Hammasi menga kerak. Polностью bu yerni men tekslab tashlashim kerak. Let's go. Xo'sh, stal yana. Umid qilamanki, ko'p narsalarga ishlatiladi mana shu stal. Okay. Silver. Mana shu ovoz, точно shu ovoz, mana shu palakatda ovozi. Xo'p, tepada tepada emas, oldinda skelet bor ekan. Bro, qalis. Ay. Tegdi. Urish mumkin emas Kayzonni. Okay. Yo, o tegmadi. Let's go. O'zim yana ovozini eshitdim. Xo'p, tepaga chiqib olamiz. Mana bu yerda temir bor-da, короче, shuni olishimiz kerak. Mana temir o'zi ham chiqdi. Kichkintoy nimadan qo'rqding? Okay. Darrov yugurib keldi-da, prosta. Xo'p, birozgina temir olamiz. Yaxshi. Ana endi texnologiyalarni bemalol boshlasak bo'ladi. O'zi temir topolmasdan xijolat bo'lib turgandim. Qanaqa qilib boshlayman deb. Tog'ga bormoqchi edim, o'zingizlar eshitdinglar. Biroz oldin mana endi temirlarimiz juda ham kimsan, qanisan? Unqaylar. Shoshma. Qochishni qaranglar, darrov qochib ketdi. O'sham yo'qmi deb o'yladim boshida. O'sha ekan. Mayli. Okay. Xo'p, yanami? Nimasida cheksiz spam bo'lasizmi? Okay. Allay qoch u yerdan, o'lasan u jinni. Tak. Normal tarozimiz. Xo'p, yana sizlarda nima spawner bormi o'sha yerda? Ya bo'ldi. I'm out deydi-yu. Okay. Tegdi. Palaka qanaqa bo'tab, san yomon ham bergan ekan rostlaysiz. Chiqib kelyapti bu. Uyat. Uni tayyorlanib o'tiradi-da, meni ko'rish bilan o'tadi. Yomon. Bo'ldi, bu yerdan chiqamiz hozircha. Ke, qanisan? Balakat qanisan? Chiq, uni qaranglar. Oppa, teparoq chiqsam o'zi yo'l topib kelsa kerak menimcha. Sen bu yerdan chiqib bilarding hali. Okay, adashmasam shu adashdimmi? Yo'q, Kayzo adashmaydi. Kamdan kam holatlarda adashaman. Qanisan? Oppa, paydo bo'ldi. Kirich bundan xavotir olmasa kerak-da. O'zi keladi, qayerda bo'lsa ham yo'l topishni biladi. Juda ham zo'r yo'llarni topadi bu. Mana shu yerni ochib qo'yaylik bechoraga. Bo'ldi, mana. Chiqsang bo'ladi bemalol. Cheta. Mana. Endi yitirdim deganda paydo bo'ladi deb uchib keladi. Yana mingga qo'yib, fuju qilib. Tak, xo'p, hoppa, kunduzi yaxshi. Birozgina men pechka yasashim kerak. Ovqat ko'p men oronda, juda ham ko'p, lekin bularni prostaga olib yeyish bo'lmaydi-da. Menga boshlanishga cheksiz resurslar kerak. Bu uchun bizga ko'proq bug'doy kerak, nimani ko'paytirish uchun. Tek. Xo'p, ko'mir juda ham kam ketirgan ekanman bu safar. Mayli, 4 ta pechkaga yetadigan qilib olamiz. Tek, mana 2 tadan bo'ldi, mayli, bittasiga 3 ta. Mis ko'pligini qaranglar. Shunga qo'yamiz. Okay. Temir albatta bizga kerak va tin. Osmi avashida 3 ta bo'lgani yaxshi. Okay, bo'ladi. Bunda bor ekan o'zining yoqilg'isi. Mana, silver emas, osmium. Tak, osmi depan tin. Qani tin? Oppa, 20 ta. Mana bu boshqaga rostni aytsam. Bo'ldi azizlar. Короче, normalniy resurslarga ega bo'ldik. Hozir tapasdan nimalar yasash mumkinligini ko'rib olamiz. Tapas. Okay, tapasdan nimalar yasash? Tapasoy branya, tapas instrumentlari. Xo'p, qilich qancha o'rin beradi? Shundan bilsak 6,5 ta. Musulga tashlasak ham bo'lar ekan bu tapasni. Ardas Ores. Normalniy narsa deb o'ylagandim, rostni aytsam. Ekologiyani buzyapti Kayzo. Mayli, chiqsiyo. Ekologiya birozgina sabr qilib turadi. Kelgusida men uni ustini yopaman. Xo'p, bizga o'rgimchak uyi kerak. O'rgimchak o'zini nimalari bor edi.
nima deydi? G'orlari bor edi qayerdadir. Kartadan bittada ko'rinadi, lekin hozircha ko'rinmayapti. Okey. Shu tomonda mana shu bo'lsa, yo'q, bo'lmas. Palakat men ko'rdim. Esimda ham qolgan. Chiziq bo'lib turadi, короче. Yokida hozir shoshmanglar. Kelgan joyimda ham bor edi. Bu yerdan men o'tdimmi? Qiziq. Shu qismda men bu yerlarni ko'raman deb ochgan bo'lsam kerak. Tak. Qayerdadir bor edi deyman shu palakat. Yo'q, bo'lmas, bu kanyon bu. Xullas kalom g'or, oq chiziqlari bor-da oldida. Bu oq chiziqlar bilmadim. Men bu nima ekan? Judayam g'alati. Xo'p, hozircha bilmadim. 50 bizaga ip kech bo'pti. Uxlaymiz. Kichkintoy uxla. Yerda uxladi, tavba. Nima ham qilardik. Eng qizig'i narigi tomonda uxlab kravatda, bu tomonga paydo bo'ldim. Yarim tunda emaglab, aylanib shu yerga kelgan bo'lsam kerak. Tak, bo'lmasa nima qilishga hayronman-da, menga backpack kerak. Kechqurun bo'lish bilan uxlayapman jinniga o'xshab. O'rgimchaklarga o'qimasdan. Qanaqasiga o'sib chiqasizlar sizlar? Shahar bedorozam sizlarga nima balo? Bu seriozniy. Tovuqlarim yetarlicha ko'payibdi. Xo'p, kelinglarda yana bularni ko'paytiramiz. 2 3 mana bunaqa qilsak menimcha yaxshiroq bo'ladi. Mana shu ipdan ham nimadir yasasa bo'ladimi yo'qmi? Shunga hayronman. Broki. Sherik kerak senga. Sherik ham topdik mana. Mana 1 2. Yana tovuqlar bor edi, adashmasam bu tomonda bo'lsa kerak. Xo'p, bir o'zingmisan? Sheriging yo'qmi sani? Tuxum to'qib tashlabdi bu yerga. Xo'p, hozir topamiz. Mana topdim. Ke. 1 2 bo'ldi, mana, cho'tki. Xo'sh. Yana bularni ko'paytirish kerak. Hali bular yetarlicha ko'p emas. Orol silishkim katta-da, silishkim katta. Hamma narsani qilish menimcha ko'p vaqt oladi. Birinchi navbatda yoritib chiqish kerak, ikkinchi navbatda shu moblarni iloji boricha ko'paytirish kerak-da. Xohlagan vaqtim cheksiz ovqatga ega bo'lay. Shu yerda zagon yasasak yaxshiroq bo'ladi-yu, lekin mayli. Xo'p, menga ip kerak. Kelinglar-da, mana shundan ip yasab ko'ramiz. Shundan ip yasab bo'ladi menimcha, fiber. Nima bu? Gamma creaturesdan yasalar ekan. Butun boshli mana shu ipni bitta craft uchun. Bo'ldimi? Seriozniy. Nima bu? Nayza yasash kerak. Nayza yasaymiz. Bo'ldi, bitta nayza yasab ko'raylikchi, qanaqa ishlatar ekan va nachorlik nayza foydali ekan. Hozir ko'ramiz. Tamam, bundan ko'payib ketdi silishkim. Gamma creatures. Menga cho'p kerak va cobblestone kerak. Let's go. 5 ta, 2 ta bo'lsa 10 ta nayza hozir yasaymiz. Mana senga 10 ta nayzamiz bor. Xo'p, otib ko'ramiz buni albatta. Kimga otamiz? Bitta otni menimcha otsa hech narsa qilmaydi yoki yomon mob bormi bu yerda? Kayzodan boshqa. Menimcha yomon mob bu yerda umuman yo'q. Shu yerda vidra bor edi bitta. Qunduz, короче. Yo'q, qunduz menimcha ko'rmayapman. Yo'q ekan. Mayli, narigi tomonga o'tib olamiz. Axir men sakrashni bilaman-ku. Let's go. Men bu yoqdan ko'tarilib ketdi. Let's go. Okay. Hop, ehtiyotkorlik bilan chiqamiz. Okay, ajoyib. Mana shu tomonda katta o'tlar bor, mana shu yomonda, juda ham yomon, shu bilasizmi? Juda ham yomon. Kimsan? Agar kimdir menga Sapphire 4 da nayza ko'tarib yurasan desa ishonmagan bo'lardim. Nayza ko'tarib yuribman. Mana bunaqangi o'tdan yana tushdim. Okay. Bitta o'zimizga tekisroq yo'l ochib olishimiz kerak. Mana sariq joylardan yursam menimcha yaxshi. Sariq emas, jigarrang joylardan yursam menimcha yaxshi. Okay, yaxshi, yomon emas. Narigi tomonga o'tib olishim kerak, demak, короче. Tik. Если что, men uxlab oldim, так что uyquga unchalik hojatimiz yo'q. Ovqatga lekin ehtiyojimiz bor. Tik. Okay. Va ko'proq ovqat keltirish kerak-da hozir. Ko'proq. Eng qizig'i men oroldan chiqdim, hech qanaqangi moblar yo'q. Bitta cho'chqa, ikkita cho'chqa, bitta tovuq yuribdi, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Bu juda ham yomon. Okay. Okay, mayli, o'xshamadi. Xo'sh, azizlar, bizga ip kerak. Qaysi tomonga qarab yuramiz eng qizig'i?
Men qaniman? Bundan ham qiziq bitta savol bor. Mana bu yerda quyonlar bor ekan, balkim ovlarmiz. Bilmadim, hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Baliqlar ham vashida normal variant. Baliqlar, lekin quyondan ko'ra zo'rroqda. Okay, qanisan? Ehtiyotkorlik bilan oldiga borish kerak. Zombi ham bor ekan bu yerda. Zombiga balo bormi bu yerda? Nimaga meni jonim ovqatim ham qolmadi. Qiziq, ovqatimiz ham qolmadi. Lekin hozir quyon tutamiz. Uni qaranglar. Shu yerda hozir quyonlar bor edi, ketdi hammasi birdaniga. Hop, mana. Koko. Qanisan? Qani bular? Kartada bor. Mana. Let's go. Xuddi nimaga o'xshar ekan, o'tmaydi. Bitta urdimi? O'sha normali bilasizmi? Bundan ko'p yasab olsak bo'ladi. Jim. Shirintoy jim. Abba. Ana bu yerdagisi ham menimcha quyon. Quyonni bolasi mana shu. Hozir ko'ramiz. Urdim va hech narsa bermadi. Bolasi ekan, abba. Lekin bitta udarda urish menga yoqdi. Juda ham zo'r. Eng qizig'i bularni qilich bilan ursam bo'ladi-yu. Nayzani yo'qotib nima qilamiz? Bular bolasi quyonni. Mayli, bolasi bo'lsa tegmaymiz. Azaliyami? Yo'q, azaliy emas ekan. Okay, buni ham uramiz. Menga ovqat kerak. Ko'proq iloji boricha ko'proq. Ipak qurti. Ipak qurtidan foyda yo'q. Okay. Yana mop. Mayli. Hozircha tarvuz qidiramiz, chunki bu xom go'shtlarni nima qilamiz? Yeb isrof qilib. Okay. Hoppa, tarvuz topib oldim. Yaxshi. Olamiz. Buni ketmon bilan sindirsa tezroq sindirar ekan. Kimson? Qanaqasiga? Tarvuz eksam bo'ladi uyim oldida, lekin undan ko'ra yaxshiroq ovqatga erishaman hali, nasib bo'lsa kelajakda. Bu albatta bug'doy non, oddiy non normalniy. Bo'ldi. 32 ta, yarim stak tarvuzim bor. Xo'p, men shu o'rmondan o'tib olish kerak ekan, dalishi nimadir chiqadi. Menga hozir ip kerak. Ip. Bu yoqqa. Mendan ketmaysan. Endi men bilan o'yinni oxirigacha yurasan. Xo'sh, shundan o'tib olamiz. Bo'ladi. Hoppa, ikkitalik blokdan qanaqa qilib chiqadi, lekin chiqib biladi deman shu. Chiqib biladi, o'zini chiqib bilmaydiganga o'xshatyapti, lekin shoshmaydi. Buni men ko'rgandim. Parkour kitobi bor edi, o'shanda o'qib olish kerak edi, mayli chiqsa. Hali o'qiymiz nasib bo'lsa. Hech qanaqangi xavf ko'rmayapman. Hali pillajerlar uyiga borish kerak. Bu yerda ko'rganim lagerga o'xshaydi. O'ziga lager yasabdi. Okay, Minecraft oddiy biom, daraxtlar juda uzun ekan, oddiy biomdan birozgina farq qiladi. Aytgancha, bilasizlar, men data pack topdim. Men shu atrof o'zgartiradigan, ya'ni Biomes Planting modi umuman kerak emas. Data pack o'zi hamma joyda dabdala qilib tashlaydi, ya'ni chiroyli qilib tashlaydi. Oppa, ana u tog'ga ham kelibmiz. Birozgina mining qilamiz, birozgina, ko'p emas. Chunki u yerda men yodimda temirlar juda ham ko'p edi. Plus boshqa rudalar ham kam emasdi, короче. Ovqatimiz bor. Xo'p, menga ip kerak. O'rgimchak ip kerak. Qayerdan topsam bo'ladi? O'xshamadi, mayli chiqsa. Let's go. Harakat. Xo'p, tog'ga chiqib olamiz. Rediska topib oldim, qanaqangidir. Qani? Yo'q, qovoq ekan. Qanaqasiga? Minecraftda normal qovoq bor-ku, kelib qovoqqa qo'shganlar, tavba. Mayli chiqsa. Hech chiqsa yo'q. Xo'sh, azizlar, mana temir topdim aytganimdek. Okay, osmi. Osmi juda ham zo'r. Eng qizig'i pastda buni topish qiyin osmini. Okay, izumrud bo'ladi. Super narsa emas u. Lekin bo'ladi, ishlatamiz. Umuman olganda bu yerda izumruddan kirka, xuddi olmos kirkasidek bir xil darajada bo'lishi kerak. Juda ham ko'p narsada ishlatilar ekan. Okay. Izumruddan barang ham yasab bo'ladimi hali? Disenchanter, kirkasini ko'raylik bitta. Bu nima? Magma kristal ball. Wow. Xo'p, mana. Dalni здесь ko'rsataki, bu yerda yozilmagan ekan. Afsuski yozilmagan ekan. Mayli chiqsa olamiz. Bu yerda osmiyu, lekin baribir olib ketamiz hammasini. Okay, tepaga chiqib olgandan keyin bir qarorga kelsak bo'ladi. Lekin menga o'rgimchak uy kerak. Shu uchun bu nimada, bu sayohatimda Dakansa turaman. Quyosh botguncha keyin mana shu yerda urishsak bo'ladi. Nimaga endi bu yerda? Chunki bu yer keng dalada. Keng dalada urishsak, menimcha adolatdan bo'ladi. Hamma narsa ko'rinadi, hamma narsa bilinadi. Okay, osmi yana. Bu
Bu ham ortimdan shuncha joy keldi. Tavba. Mayli, chiqsin. Hali men buni bir kun qulflab qo'yaman baribir. Baribir ham qulflab qo'yaman. Agar teleport qilishni bilmasa, qani. Oppa. Osmiyurda va osmiyurda. Normal. Osmiy juda ham ko'payib ketdi. 12 ta. Eng qizig'i men konga kirib 3 dona topib oldim. Tog'ga chiqib 12 ta topdim. Xo'p, men bu minoradagi narsani olmaganman, точно. Olamiz, lekin kristallarga tegmaymiz. Kristallar menga hozir kerak emas. Chunki menda ko'payib ketdi silishkim, sunduqlarim bor. Taponim qani mana. Birozgina kitob olsak ham bo'ladi bu yerdan. Juda ham zo'r. Olamiz, hammasini olib ketamiz. Men hali zacharam yasamoqchiman. TNT ni olib ketamiz. Foydasi juda ham zo'r ekan TNT rostini aytsam. Amalga olamiz unisini. Xo'p, mana bu boshqa gap. Nima? Проклятие несёмости, удача. Vau, удача bu zo'r. Tezroq men kirkamga kiydirib olishim kerak. Устойчивое положение. Mayli, chiqsin. Bo'ladi. Ja super narsa emas, lekin bo'ladi. Xo'p, azizlar kech ham tushdi, lekin men shu yerda bizni 3-qismimiz tugaydi. Sizlar bilan 4-qismda ko'rishamiz. Sizlar bilan kayzo bo'ldi. Barchaga urmay barchaga xayr azizlar.